Alamdarov qo'lidagi kitob mana bu psixologik urush, ya'ni kulrang propaganda kitobi hisoblanadi. Bu yaqinda o'zbek tiliga tarjima qilindi va Po'lat o'qigan ba'zi nuqtalaridan sizga o'qib beraman. Propagandachilarning otasi hisoblangan Gitler Ikkinchi jahon urushidan avval turmush qurgan juftliklarga Mein Kampf, mening hayotim kitobini hadya qilardi, ya'ni kelinchak. 5 million nusxada bosilib tarqatilgan bu kitob orqali xalqni nemis irqining oliy ekani, ustun va kuchli irqning hokim bo'lishi uchun zaiflarni yo'q qilish kerakligiga ishontirardi deydi. Va o'z fikrini isbotlash uchun Darwinning biologiya sohasidagi ilmiy ishini asos qilib oldi va natsizmni rivojlantirib, xalqini urushga tayyorladi deydi. O'z navbatida Yovuz sulton Salim haqida ham shunday voqea borki, Yovuz sulton Salim Eron podshohi hisoblangan Ismoil Safaviy bilan to'qnashgan jangida uning askarlari qo'rquv ichiga tushib qolishadi. Shunda Yovuz sulton Salim bunday so'zni aytadi: istagan kishi ayoli yoniga qaytishi mumkin deydi. Va bu gap askarlarga juda ham qattiq ta'sir qiladi va askarlari juda ham qattiq ruhlanib, bu Ismoil Safaviyni, ya'ni Eron qo'shinini mag'lub qilishadi. Va yana bir jihat, Yovuz sulton Salim Mamluk podshohi, ya'ni Misr sultonini yengganidan keyin Misr sultonidan nima uchun mag'lub bo'lgani haqida so'raydi. Shunda Misr sultoni quyidagi gapni aytadi: sizning aylanma to'pli zambaraklaringiz bor. Ular menda ham bo'lishini istadim, ammo ulamolar bu kofirning ijod mahsuli deb so'zimga qarshi chiqishdi deydi. Ya'ni mag'lub bo'lishining sababi albatta zamonaviy ijodlardan, texnologiyadan uzoq bo'lgani va bunga ulamolar qarshi chiqqani tufayli mag'lub bo'ldim deb izoh bildirgan. Bularning barchasini o'sha Po'lat o'qigan psixologik urush kitoblaridan